boshqa blogerlarni ochiqchasiga tanqid qilish va negativ munosabat bildirish. Nima qilayotgan bo'lsa ham, qaysidir bloger nima qilayotgan bo'lsa ham, endi juda ham yomon ish qilmayotgan bo'lsa va yomon ish qilayotgan bo'lsa, iloji boricha o'sha narsani o'ziga aytgan afzal. Ommaviy chiqib video ishlab, voy men bu unaqa qilyapti, men bu bunaqa deyapti, eng katta xato. Mana shu narsani masalaga tushuntirib qo'yolmay, ertaga hype qilmaylar. Bu auditoriyani o'ldiradi va boya darsimiz boshida mana shu narsani gaplashuvdik. Agar nima haqida gaplashsangiz, o'sha odamlar siz atrofingizga yig'iladi. Qarz haqida gaplashsangiz qarz, pul haqida gaplashsangiz pul и так далее. Va hype haqida faqat kontent qilsangiz va birovga mana shunaqa narsa tosh otadigan bo'lsangiz, faqat mana shunaqa tosh otadigan o'zi segment bor bitta. O'shalar sizga yig'iladi. Va bu odamlardan umuman foyda yo'q. Sizni mana shu faqat botqoqligiga tortadigan, faqat keyin mana shunaqa kontent qilganingizda prosmotr bo'ladigan bo'lib qoladi.